Bel va oyoq og'riqlari bilan kelgan parkingli akamiz bizda bir kurs lecheniya oldilar. Bir kurs lecheniyadan keyin odzivlarni eshitamiz. Men Marhamatov Shuhrat, Toshkent viloyati Parkent tumanidan skelet klinikasiga kelyapman. Bugun 7-chi kun qatnashim. Natijalar yaxshi. Nima og'riqlar bilan kelibsan aka? Belimni grijam bor edi. Bir tomoniga tekshirib qolgan edim. Bu oyog'imda og'riq bor edi. Og'riqlar kamaydimi? Kamaydi, Alloh shukr, yaxshi. Bugun nechinchi kunimiz? Bugun 7-chi kun. Shifoli bo'lsa, yaxshi bo'lib keting. Rahmat, sog' bo'ling. Lecheniyani to'xtatmaymiz, davom ettiramiz. Yaxshi boring. Xo'p, sog' bo'ling. Bu sovuq kunlarda sizlarni ham belinglar, oyog'inglar og'riyotgan bo'lsa, skelet klinikasiga kelishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Kommentariyaga plus belgisini qoldirasizlar. Like bilan podpiskani unutmaysiz. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.